Assalomu alaykum. Biz yana qaytdik. Biz bugun mana ko'rib turganingizdek hardkor dunyoda, ya'ni o'lsang qaytib tirilmaydigan joyda paydo bo'ldik. Hozir men spawnni ozgina tekshirgandim. Mana bunday narsalar bor ekan. Cho'xta bor ekan. Biz undan avval kuchayib olamiz. Ya'ni yog'och chopishdan boshlaymiz. Menda bitta mod qo'shganman, zo'r. Hozir ko'rasizlar. U qanday modlagan? Hozir. Mana bunday va topor va kirka. O'zi boshidan oyoq kirka bilan kirkani yasab keyin toshli topor yasagan bo'ladi, lekin bu topor mana buncha kerak. Mana qancha 29, sal kam, ozmuncha kam 30 ta. Yo, biz shunchalik bilan spawn bo'libmiz. 117-blokda. Bizni pasimiz. What's up? Mayli. Biz kuchayishni boshlaymiz. Qani. Ketdik. Biz hozir eng avvalo pastga tushib olishimiz kerak. Qani bu daraxt chopamiz va tushamiz. Nima? Bu chopolmadim. Nechta bo'lib ketdi bu? Bir stok bu 4 ta, 68 ta daraxt. Buni ham chopamiz, daraxtdan ortiqchasi yo'q. O'ldim. Meni noob deb atamanglar. Bu birinchisi. Minecraftni o'zi yaqinda yuklab olgandim. Mayli. Bundan chiqamiz, qaytadan dunyo yaratamiz. Qani, boshlaymiz. Bu dunyoni hozir aytaman. 1.26. Xullas so'nggi versiyasi. Hozir ko'rsatadi. Bu yerdan chiqamiz va yana hozir. Ko'rsatmayapti. Mayli. 1.26-versiyasi xullas. Qani buni mayli. Yangidan dunyo ochamiz va buni biz hardkorda ko'ramiz va yana bunni so'zlaymiz. Bu emas. Mana bu. Va mana. Keyin biz mana. Cheat baribir ham cheat ishlamaydi hardkorda. Menda mana bunday mod bor. Falling Minerals and Trees 1.0. Buni qo'shdik va bunga kirib Village Trader'ni ham qo'shamiz. Trade va buni xullas beta up is. Mayli, qo'shdik buni ham nima bo'lsa. Qani dunyo yaratamiz. Lekin bunga sal ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Qani mikrofondan foydalanish mayli. Qani yaraladi hozir.
Bugün Roza'nın ilk günü. Men Roza tuta başladım. Göremiz 30 gün ham tuta alamam ekan. Bir işte cuma bor ekanda. Bu 30 gün ichida bir işte cuma. Qani bul. Bul. Ertalab saharlik azaydim. 6:29'da og'iz yopiladi va 6:40'da og'iz ochiladi. Ya'ni 18:40'da. Mayli. Buni sal chekka suramiz va o'yinni boshlaymiz. O'yin ham juda qiyin bo'ldi kechirish. Hammani boshlaymiz. Yo, bizni zo'r yerda spawn qildi. Yo, daraxtlar uzoqda ekan. Bu yerda nima bor ekan? Yo, shoxtada joy bor ekan. Mayli. Qani bo'lmasam daraxt chopamiz. Bu yerda shoxta bor meni. Yo, katta shoxta. Mayli, eng avvalo daraxt chopib olishimiz kerak. Qani qaranglar. Qani. Mana ko'rdingizmi? Qani mayli. Qani daraxt chopishdan boshlaymiz. Bonus chestni qo'shib bo'lmaydi ekan. Bonus chestni faqatgina xaridkor bo'lmagan dunyoda qo'shib qo'ydi ekan. Men buni xaridkor dunyoda qildim. Joniga qarang, jonidan ham ko'rinib turibdi. Mayli. Bitta verstak ochib, keyin buni qo'yamiz. Keyin kirka, mayli topor. Baramizni sindiramiz va bunday qilamiz. Yo'q, yana bitta. Yo'q, bu yerda kichikgina joy bor ekan, kichkina. Mayli, mana shu yerda olamiz kerakli toshlar. Ozgina yorug'roq yerda. Bilasiz, xaridkor dunyoda cheat ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun buni cheatalik demang. Mana shu videomdan menga kamida 5 ta yoki 10 ta obunachi kelsa ham mayli. Faqat kelsin. Bu videodan 10 ta yoki 20, balkim 50 tami like kutaman. Qani, ketdik. Biz buni 100 kun yashaymiz bu xaridkor dunyoda. O'lmasak. Hozir yorug'ligini sal ko'taray. Video olmayapti emas. Yo'q, qayerda? Mayli, mana aka. Qani tosh kavlaymiz. Mana shu 34 ta tosh yetib qolar. Keyin verstakga qo'yamiz. Bizda mana bunday ham narsa bor. Uzoqdan turib bo'ladi. Topor, yoch va kirka. Qo'llanamiz va biz muzor tashlashga bir joy ajratamiz. Va yerga xatlar tashlaymiz. Ya'ni kerakmas narsalar. Biz ketdik. Mana bunga qaranglar. Yo, bu 1.26 versiyasi. Yo'q, eshakni bolasimi?
Puchi. Nima? What? Olmadi bor ekan. Hammani yedi. Nima bo'lyapti? Qotyaptimi nimaga? Mana yaxshi. Bu nechta blok uradi ekan? Mayli, eshak bolasi bilan o'ynashmaymiz. Mana bu yerda daraxt bor. Qo'ylar ham bor ekan. Qo'y, ya'ni chopil ana. Mana bu modning foydasi. Mana bu prolarning ishi. Men pro o'yinchiman. Birinchi birga qaramanglar. Mayli. Men qachon 1 oymi, 2 oymi, 2 oycha bo'lgandi. Men video olmayotganimga. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Maktab, dars va shunday narsalar. Ham ozgina kasallanib yurgan edim. Mayli. Boshladik. Biz avval nima qilamiz? Avval biz uy qurishga joy izlaymiz. Bu nima bu? Nima bu? Nima edi bu? Nima edi bu? Nima edi? Wait, what the kor ekan u. Tegmay qo'yaveraylik. Kor tepada edi yo'q shekilli. Yo. Bu yerni chiroyligiga qarang. U ana u daraxtni ko'ryapsizlar. Nimaga u bitta yoniga borib ko'ramiz va bizning ovqatimiz ham tugayapti. Biz hozir pechka yasamabmiz, mayli yasaymiz. Mana shu daraxtni chopmasam bo'lmaydi. Mana yo, asalari ini bor ekan. Uzamizmi? Yo, qo'limizga kirdik. Mayli, bu yerda qo'yni o'ldiraylik. Bu saykoni yana ölüşümüz mumkin. Sal chuchagandan keyin bosamiz. Mayli, ketdik. Boshladik. Ovozimga ahamiyat bermaysizlar degan umiddaman.